Tövəndə diqqətinizə. Şunqar kabi çağla namlıq çatma yazmamның 10-cı qismini təqdim qılıman. Şunqar kabi çağla 10-cı qismi. Mən bu qismni mən üçün yaxşı tilak tilagan barlıq kişilərə və səfər harpisida meni uzatıb qoyğan dostlarım həm ularning xonimlariga bağışlayman. Öyge qaytıvatqıça kallama xiyal degan to'qsunning bo'ronlaridakla yopirilib kelib oldi. Baklavurlik unvoni uchun oliy maktabda 5 yil, aspirantlik unvoni uchun 3 yil, 2 yil eği 108 yuan ve ahirki bir yılı eği 216 yuan elip oku. Ondan xizmatga zor ümit işida lektorlik unvoni bilan chiqdi, aylık maaşın 513 yuan bo'lsin. Onu bunu tutup qo'lingga ochgani 450 yuan. Tex qattiq turmasang, bir ig'iz aski yataqma tegmaydi sana. Yeliq xo'jalik boshqarish bo'limidagi öy taqsim qilgan guylardagi akavurlik va ochko'zlikni demaysan texya. Unvan deganning-mi, o'qiganning-mi az to'liq qimmati bo'lish kerak-da. Agar o'qituvchilarning yataqlarini tekshirib, putaq tepib, shu orqali yeb turadigan yeliq seriq guyning oldida yataqning ishkini tepib, og'zimni buzib, qulupni yerga atmagan bo'lsam, uni menga hamroh qilib, kichikkina bir ig'iz yataqqa yana bir odamni qo'shqusi bor. Hey, odam degan nafsoniyachi bo'lib ketsa, nomusni qayirib qo'yib, haromni yeyverdi ekan, tamaq urib ketadi ekan. Yavaşlık bilen jim turaversang, o'zingga tava narsani tarttirib qo'yaverdi ekansan. Sen o'zingni so'ragan bilan haq insof qilmaydi ekan emasmi? O annani yemchi chirklishib ketgan parxol solamchilar, natuvan odamlarning ko'ziga to'p chechib, yo'lini kesib. Xiyollarim velosipedning qalangishib qolgan choqdak agir-bugir ketyapti-da. Ben qaysi ko'rib ketgan rahatlarimga buncha ko'p pulni to'layman, ha? Chet elga chiqib bilim olaman deb tirishib imtihonlarga tayyorlik qildim. Haqla o'yin tomosha bilan yurganda, yiliq ximiya fakultetining yosh o'qituvchisi Anvar Aqniyaz bilan joriy imtihonga tayyorlik qilish uchun Tomuzning chinqi tushlardimi uning ishxonasida tarlab turib, birlikda taqlidiy savollarni ishlab ketishmadikmi? O'qisak o'zimiz uchun o'qidik. Lekin azroq bilinib bo'lib qolsak, avlodlarga yetkazamiz emasmi? Endi bundaq ruh qo'llashga erishilmasa, jamiyat nima bo'lib ketdi? Ya sadagan ketay, bo'pti qo'llamagan, lekin oldini to'smagan, yiroqqa, yo'chunalga, noaniq manzilga ham umid ham tashvish bilan ketayotgan yosh bolaning ko'nglini og'ritmada. Hech bo'lmadi deganda, uningdan pul olib yurmaganda. Qani yiliqqa Abdumrayev bo'yicha Munavvar oliy maktab o'quvchisi degan nomlarning kuchi Menden tarbiyalash haqqini almagan bu mart nazarati namrat bo'lib ketamdi. Maktabdan 4 yilda algan pulim 15 ming yuan bo'lmaydi ekan. Ammo biroqli 20 ming yuan ko'p pulni to'ladigan qamlashmadi-da. Qo'ldan chiqib ketgan pul qaytib kelmaydi, otishliq demanglar ha o'qirmanlar. Sabab qilsang, Sovet suv to'xtaydi degan gap bor emasmi? Men uning ishonguchi. Har ishqa bir urinib baqliq. Endi men vaqt qis bo'lg'ash qilib to'ldim-da bu pulni. Agar vaqt uzunroq bo'lib qolgan bo'lsa, bundoq aldirab to'labmi ketmas bo'g'iydim. Buni ushuqliq va yoki o'ktamlik demaymiz, balki odillik izlash deymiz albatta. Menga kelganda heliqi kesib ishlaydigan Aysham appaylar ne vaqt pensiyaga chiqib bo'lgan, bag'an sira lakaloza shaxsiyatchi harom tamoq pitlar amal tutishga yuzlangan chaqlar ekan. Xuddi ular ba'sa cho'ng opisinikini beradigan qilishib ketishdi. Hap. Yosh bo'g'inim bilan mening o'zim kuchliq munosabat doiram bor-da. Shuning bilan menmi bir tonish topdim. Shu orqali Abdunum rayonlik hukumatning uzoq qolmayli Urumchiga shahar boshliq bo'lgan muavin bosh katibning ishxonasiga bordim. Egiz bo'yliq kelgan bu kishi ilgari bizda o'qituvchi bo'lgan hamda men qatnashgan nutq so'zlash musobaqalarida baholiqchi bo'lgan bo'g'achqan meni darhol tunadi. Voy, sen kimsan-ku? Ha, shu men. Bu chatalga chiqib o'qoy desam, rag'bat bermakti yo'q. Dadamning qo'y o'chki setib topgan pulini mard nazarati ilvas to'g'ri olamda. Men ha otishning taqdiri cho'ng bo'lgan. Shundoq jafod o'qigan, mavish qattiq qamlashmadi. Qancha pul? 20 mingdan ko'p.
U degan naytkas 3-4 ming dollar ekan o. U degan qanchalik gap Amerikaga ketayotgan odamga? Sizga qanchalik bo'lmagan bilan men ko'p pul bu. Men xalqning yurtiga ketyapman. Bering buni. Rostini rost deyish kerak. Bu odam yo'q, yordam qila olmayman demadi. Seyşembe kuni Jang Guiting bilan yig'inim bor. Shu kishiga bu ahvolni dey. Jang Guiting degan tungan kishi shu chaqda Mart nazoratining birinchi qo'li edi. Birinchidan vaqt qistab ketyapti. Ikkinchidan bu kishining seyşembe kunigacha menga degan bu gapni unutib qilishim mumkin edi. Uning ustiga uning menga cho'qim bu pulni elib berish vazifasi yo'qda. Rahmat dedim-da, fakultetga qaytib ketdim. O kuni juma kuni edi. Pasportni qo'limga oldim, hamma materiallarim tayyor, endi Beijingga vizaga barsam bo'ladi. Buning uchun fakultetdan ruxsat so'rashim kerak edi. Vizaga boraman desam, yana ruxsat bermay qo'ymasin deb ansirab, men rostni yo'qishga majbur bo'ldim. Qaysi bir yozmamda odam hamisha samimiy bo'lib ketalmaydi ekan degan so'zimga mana shunday ishlar misol bo'ladi. Shuning bilan fakultetning o'qitishga mas'ul muavin mudiri Mavludbek og'ayni izladim. Og'ay, men yurtga berib ota-onamni ko'rib kelay, 2 hafta ruxsat bersangiz. Bo'ladi, borib kel, dedi ko'zlari yo'g'on, o'tir bo'y ham semizrak kelgan, Altayning tog'larida ballig'i o'tgan Mavludbek muallim. Shalanglab qolgan chochlarining oldiga tushib qolganlardan 10 talni qo'li bilan o'rib qo'yib. Balkim bu mening xizmat qatnashganimdan buyon ruxsat elib boqmaganligimdan bo'lsa kerak. O'qitish ishlariga mas'ul bu kishi mening darsni kechikib o'tishimni o'rlashtirdigan bo'ldi. Shuning bilan men darhol Beijingga boradigan aeroplan biletini oldimda, chamadonimni yarim yotib to'ldirib, bir necha og'inamga xabar qildim. Ular menga uzdichi berdi. Ba'zi do'stlarimning ayollari va ba'zilarining yurayotgan qiz do'stlari bilan bo'lib 10 dak odam Sayya nazoratining yendiki bir yerda bir necha soatli o'ltirdik. Gapimiz har chaqdagidek tugaydigandek emas edi. Lekin men atsi safarga chiqadigan bo'lganim uchun bo'ronli tarqalishdik. Do'stlarim bilan quchoqlashib xo'shlashdim va hammalarning duosi ham samimiy tilaklarini elib yotoqqa qaytdim. Men quruq davrang bo'lib ketmasin deb bu safarimdan yoki xizmatdoshlarimni va yoki boshqa do'stlarimni xabarlantirmadim. Chunki birinchidan men viza ola olamdim, yo'q buni o'qimayman. Ham mening o'qish mukofotim yerim o'qish mukofoti bo'lib, o'qish pulini ko'taradi. Ya'ni o'qishli bekorlik, ammo turmush puli bermaydi. Vizni olgan taqdirdami, yaqinlar ustimiz deydi, ko'ngil ifodalaymiz deydi, avara bo'lishidi. Uning ustiga Pedagogika universiteti fizika fakultetida o'qituvchilik qilgan Yasin Ahad, ya'ni hozirgi Uyg'ur Soft Cherkning o'qituvchisi Olim Ahadning aksining Teksasdagi bir universitetdan to'liq o'qish mukofotini olib turibmi, Beijingda bir mahal turib viza ola olmay qaytib kelgani balalarning og'zida quyundak piqirab yuratdi. O chaqlarda Amerikaga o'qishga chiqish uchun viza ola olsangmi, davrang bo'ladi, ola olmasangmi, davrang bo'ladi. Hozir o ko'p osonlashib ketdi. Til maktabga qabul qilinsimi viza berdi. Ayni chaqda men shayardan kelgan bu tirishchan yosh Yasin Ahad bilan ancha-muncha ko'rishib qolatdim. Har ko'rishganda bir-birimizdan GRE imtihonining so'zliklarini so'rashib qo'yishatdik. Esimda qilishcha, mening bilan birlikda 1996-yil oktyabrda Universitet ingliz tili fakultetida GRE imtihonini bergan Uyg'ur bolalar tovandikichi bo'lib, men ular haqida kichikgina ma'lumot berib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Demakchimanki, shu chaqda chet elga chiqib bilim olamiz degan bolalarning hammasi bo'libmish. Billa GRE imtihonini bergan bolalarning hammasi chet elga o'qishga chiqib bo'lishdi. Pedagogika universitetidan Yasin Ahad Amerikaga keldi. Tonilgan Uyg'ur ziyolisi Islomjon Sherif apanning doktor o'g'li Akbar Islom Amerikaga keldi. Doktorlik imtihonlaridan o'tib, hozir doktor bo'ldi. Yuqori sirtlik tashkil idorasining Farad Ibrohim Amerikaga keldi. Ximiya fakultetining o'qituvchisi Anvar Aqniyaz hozir Shvetsiyada. Milliy imtihon berganlardan oramizdagi birdan-bir qiz, Meditsina universitetining yosh o'qituvchisi, Beijing universitetida o'qigan Buxalcham, ya'ni Buxalchamning dadasi, dadamning qizi So'blastlik 1-o'rta maktablik savodchi bo'lib, o hozir Amerikada doktorlik kinishkasini olib doktor bo'ldi. Hozir New Jersey shtatida xizmat qilgan Buxalcham bilan necha yillar ilgari uchrashganda, o Qaysar, siz menga ayni chaqda Xudo buyursa erkinlik ilohining yinida uchrashimiz degandingiz, rost shundoq bo'ldi mana deb ajoyib chaqlarni esimga soldi.
Demek, arzular amalga oshdi. Vaqt uzun qisqa bo'lsin. Men bu yerda bu qimmatli tirishchan yoshlarimizga o'z g'oyasi uchun kurash qilgan ayni zamonning ilg'or yoshlariga hurmat bildiraman va ularga samimiy salomimni yo'llayman. Men urug' tuqqanlar bilan xo'shlashib, atsla Beijingga qarab uçtum. Beijingda bir yataqqa o'rinlashib olgandan keyin atsi elchixonaning oldiga bordim. Ya Allah, bu odamlarning ko'pligini. Bu odamlardagi Amerikaga chiqish qizg'inligini. Qari, yosh, cho'ng, kichik, ayol. Odamlar dengizda biroz bulutdak laylab yurdim. Dushanba va seshanba kunlari ahvol egallash, kuzatish va jadval to'ldirish bilan o'tdi. Qachondir bir chaqda bir mo'tivar o'lima tuqqunimizdan ishni bismillah deb chorshanba kuni boshlasa xayrli bo'ladi deb aniqim esimda qolibdi ekan. Men elchixonaga viza kirishni chorshanbaga to'g'riladim. Chorshanba kuni saharda o'chratib turdim. Bu odamlar to'pay yilondak usun. Ichimda hurmatli Muhammad Damulla hojim tag'imiz kichik chaqlarimda o'gitib qo'ygan muhim oyatlarni o'qiyman. Ya'ni Muhammad Salih Damulla hojim tarafidan tarjima qilinib 1983-yil nashr qilingan Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimasini tekshirib bekitishga qatnashgan va uningga taqriz yozgan ma'rifatparvar va cho'ng diniy zot bu Muhammad Damulla hojim. Diniy zot bo'lib, dadamning ona taraf cho'ng dadasining inisi edi. 1990-yil martda qazo qilgan, yotgan joyi jannatdan bo'lgan amin. O kuni Amerika elchixonasi nemishqidir bir botkedak uyni elchixonaning sirtiga qo'yilib, shu yerda viza iltimos qiluvchilarning iltimosiga qaror chiqarib atdi. Qarab tursam, Beijing atrofidagi danglik oliy maktablarni bitirib, Amerika oliy maktablaridan to'liq o'qish mukofoti olgan o'quvchilarning yarmig'idagidak viza bermadi. Birisi shundaqli qo'shal kaynigandan keyin odamlar g'irrida danchichib basi o'lishib olgan quchqashlardek uning yeni o'lishib oldida so'raydi. Nima deb so'radi? Nima deb javob berding? Ularga qarab qo'yman. Ko'zim bargan sira men yiqilayotgan elchixona xodimida, qulug'im boshqalarning parangida. Meni qabul qilgan konsul xonim xodim oqtanlik 40 yoshlarda bor semiz kishi ekan. Men uningga yiqilashmayla o'zimdan ochiq yo'riqlik va ishonch bilan tanishtirdim. Xodim materialimni ko'rib o'tib, nima o'qiydiganligimni so'rdi-da, gap qilmayla pasportimni elib qilib qo'limga seriq ranglik kichik bir qog'ozni tutqizib qo'ydi. Shu chaqlarda viza berganlarga shunday qog'oz tutqizib qo'ydi ekan to'q. Xo'shallik shahrimga tepib chiqqan bo'lsa kerak. Qog'ozni olib keynimga yenishimga, mening atrofimga bir to'p kishilar odimiy xushqashlar olashdi. Ular meningdan konsulning qanday savol so'raganini va nima deb javob berganimni so'rashib ketishdi. Men nemisini yo'shiray bulardan. Na japalarni tatib kelgan odamlar bular. Birisining bo'lsin ish bitsin. Bas Qashqarga oramdi. Hammani deb berdim. Shu orliqda bir yosh bola so'rab qoldi. To'liq o'qish mukofoti olganmiding? Yo'q, yarım o'qish mukofoti. Tuition scholarship. Shu asnoda 2-3 yoshning og'izlarini o'mchaytib turib parang qilishayotganini anglab qoldim. Asalliq millat turmamda. Amerika bularni yaxshi ko'rdi. Shu e'tibor qilgan gap. To'liq o'qish mukofoti olgan ba'zilarga ba'mayvasi qandoq buningga berdi? Shu asalliq millat deb e'tirof qilgan gap. Deb e'tibor qilgan gap. O'sha e'tibor qildik degan gapni anglasam shunda g'azabim keladi. Boshqalar menga e'tibor qilgan men ojiz yoki meypirsa emasda. Bu qisproshlar men bilan so'zlashib baqsin-chu, ya'ni inglizchada. Yas yoki parxapsdan boshqani deyolmay tilimni tishlab yurgan bo'lsam, avi konsul xodimi viza bermas bo'lg'iydi menga. Men ularga mansitmaslik bilan qarab qo'ydim. Chunki nima bo'lsa bo'lsin, men vizani olgan. Buning bilan necha yildan buyon ko'nglimga pukkan orzuyim amalga oshgan edi. Bu yoshlarning aksicha tuqqan yo'qligini barmoqchi bo'lgan buvay mo'maylar xuddi vizani ularni olgandek xo'shallik ichida menga do'stlik bildirishdi. Odamning ko'ngli degan mana shunchalik. Men bularning yaxshi tilaklariga rahmat aytdim. Bu kamlarning yoshlarining ichi tar bo'lamdi qandoq. Heliqi yoshlar ya'ni men to'g'risida bir nimalarni deyishib qilishdi. Sunzining 36 tadbirida tadbirlarning a'losi yengil ko'zing yetmas. Qechishdir debdi ekan. Endi men bular bilan gap talishib nimaga avor bo'lay? Baribir ularning qalbisiga ketib ketgan qarashni men chiroyli gap bilan o'zgartirib bo'la olmayman. So'qishsam yavoyligim chiqib qoladi. Demak, hamma ehtimollikda men pas o'rinda bo'lib qolaman. Shuning bilan gap so'z qilmay, elchixonadan ayrilib yotganimga qaytdimda, ota-onam yurayotgan qiz va munosabatli odamlarga viza olganlik xabarini xo'shallik ichida yetkazdim. Jumladan menga 2 haftalik ruxsat bergan Mavludbek og'ayga ham telefon qildim. Qaysar ne qilib jatasың? Meni chin faningda tildab ketib barat, dedi Mavludbek
Muallim telefonni elibla. Kechiring Mavludbek ag'ay, sizni gap qo'ydim dedim men undan afo so'rab. Emi bo'libdir. Barib kel, yaxshi qol. Chinfamin jo'i kichik bo'lgani bilan ochiq bar ayol bo'lib, fakultetning sekretari edi. Qaraganda o Mavludbek muallimga o'zidan beso'roq menga ruxsat bergani uchun qayg'anligini edi. Viza olgandan keyingi bir necha kunim ko'ngil ozodligi ichida o'tdi. 7000 yuanga aeroplan bileti setib oldim. Ondan ko'nglim tuyg'anda kavob va lag'manlarni toza yetdim. Saboqdishim Kerem Gayit. Yana Kerem Gayit haqida shunqar kabi chaqlarning 5-qismi qaralsin. Kerem mening Beijingda ekanligimni uqib, uchiman degan kuni izlab kelibdi. Eglik boshqarish fakultetini bitirib bakalavrlik unvonini olgan bu saboqdishim o'z yurtida xizmatga o'rilishamay Beijingga kelib o'zini xat yozish va katib qilish bilan jon bayqayotgan ekan. Men do'st, saboqdosh desa o'zimni 10 qilg'im kelib ketadigan odam. Keremni Beijingda ko'rib quchoqlab ketdim. Kerem meni bir oshxonaga olib mehmon qildi va orqada shu kunlar Aydrumga chiqib yetib qilishimizni atsi meni uzitib qo'yig'isi barlig'ini aytdi. Men ma'qul dedim-da, yetayotgan yotoqning rasmiyatini o'tab Aydrumga yo'l oldik. Aydrumda yotoqqa obdan o'rinlashib oldik. Xudoga shukr. O chaqda Uyg'ur bo'lganligim uchun yotoq bermaymiz deydigan irqchilik va inson axloqiga hamda qonunga xilof gap so'zlar bo'lindi. Men Kerem bilan bak uzun mo'ngdishib chiqdim. Birdan 5 yillik hayotimizni eslashdik. Birdan uning beshiga kelgan kechirmishlarni tanışhidim. Hem de anlap içim seyrildi. Bu dostum hayatning safarlarida yashash uchun xeyli kunlarni ko'ribdi va chidabdi, tavlanibdi. Ertasi men Kerem Gayit bilan qiyalmaslik ichida xo'shlashdim. Uning ko'zida yosh, ammo uning tilaklari ulug'. Mening ko'zimda ham yosh. Kerem aeroplanning bexatarlik o'rnidan o'tkazmagan ushshaq narsalarimni elib qilib, reshatkaning u tarafida qo'l pulanishib qoldi. Men o'zimsam bo'lmaydi. Saboqdoshlik mehri naqadar ulug'. Her qitim Keremning aşıqı yaptı göz aldıma kelsa, onun bo'lgan minnatdorligim o'rg'iydi. Shundoq. Men ahsti saqlag'uchi ham minnatdorlik ichida hayotimning bu agri to'qay yo'llarida, so'g'uqlarda o't, qurg'oqlarda suv, ochqanda non, kech qolganda yotgan bergan kishilarni cho'nqur muhabbat va hurmat bilan esga olg'uchi. Amerikaning Detroitga qarab uchgan g'arbiy shimol havo qatnashining aeroplani Beijing osmoniga asta-asta ko'tarilishga boshladi. Tuyuqsiz bir xil qattiq havo iqimi aeroplanni so'qqandek bo'lib, bakli qattiq silkindi. Ya Allah mava canning tatlıqligini. Yenində o'ltirgani Anquy o'lkalik Sa'ya Nazarning naziri. Nazirmo ish qilib ashindaq bir amaldor kishi ekan. Uning lag'ildab titrab ketayotgan putlarga qarab ishimga qo'rqinch tushdi-yu, ammo Alloh o'zingga omonat deb ko'zimni ching yumib, yana bildigan oyatlarni o'qishga tushdim. Bir chaqda qarasam, aeroplan takshi uchib o'tdi. Lekin bu takshilik mening qalbimni to'liq egiz pas qilyapti. Chunki men ota-bobom bilmaydigan bir notunosh elga nurg'un narsalarimni tashlab tavakkul qilib ketayotgan edim. Endi mendagi xo'shallikning o'rnini g'am, andisha va tashvish egallashga boshladi. Nerede yatarman, nima kunlarni ko'rarman, yinimdagi ilib magan $400,000 pulim yetarmi? Og'rib qolarmanmi? Qachon yurtib qaytib kelarman? Bu xiyollar kallamni aram olg'izmadi. Bir hazadan keyin ko'zimni ochsam, aeroplan bulutlarni pastga qoldirib, noma'lum yo'lnishga qarab ketyapti. Shuning bilan ko'zimni yana yumdim. Ko'nglimga tuyuqsiz kelgan bir naqsha meni allay etishga boshladi. Men ajoyib bir tuyg'ularning iskanjisida bu noma'lumlikning ichiga o'zim tushgan aeroplanga qo'shilib, bir chikitga aylanib, bo'shliqning ichiga kirib ketdim. Endi men ketib qoldim, ajoyib yiroqlarga talmurib qolar. Aslarsanmi asr bo'p hijronlarga. Shunqaring uchib ketdi, notunosh yerga qarab, sig'inib turarsanmi kechida oyga qarab. Xayr xo'sh ana vatan so'ygan yarim aman qol. Shunqar sen uchun shung'uydi, buni cho'qim bilib ol. 2014-yili 13-iyun